Yamandan ikkita odam, avval ham aytib berganman, Imom Termiziyda kelgan hadis bor. Ikkita odam bir kunda musulmon bo'ladi. Yamandan kelib Madinada bir kunda musulmon bo'lishadi, birga hayot kechirishadi. Bu ikkalasini bittasi rosta ibodatga qattiq, yaxshi ibodat qiladigan, g'ayratli odam bo'ladi. Ikkinchisi oddiy, sodda, kunlik ibodatini qiladi, ko'p nafil ibodatlar qilmaydi. Birinchisi jangda shahid bo'lib vafot etadi. Ikkinchisi undan keyin 1 yil yashaydi, keyin vafot etadi. Bu ikkalasini Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu tushlarida ko'radilar. Tushlarida ko'rsalar, haligi ikkita do'st jannatning eshigini tagida turibdi. Shahid bo'lgani 1 yil oldin vafot etib shahid bo'lgani jannatga birinchi kiraman desa, buyruq bo'ptiki, sen to'xtab tur deb, ikkinchisini jannatga kir debdi. Oddiy hayot kechirganni, sen kir jannatga. Orqasidan narginisi kirgan, Talha aytadilarki, men ham harakat qilib jannatga kiraman dedim, senga bor hali deb qaytarib yuborishdi, uyg'onib ketdim deydi. Bu gapni Madinada yaqinlariga, do'stlariga aytib yuradi. Borib bu ajablanib bu gapdan Payg'ambar alayhissalatu vassalomgacha chiqadi bu gap. Shunda Rasululloh aytadilarki, nimaga ajablanasizlar deydilar. Axir bu 1 yil yashadimi keyin? Ha, 1 yil yashadi. Qancha namoz o'qidi? Ramazon oyini topdimi dedilar. Ha, topdi. Ramazonda roza tutdi. Albatta buni maqomi undan baland bo'ladi dedilar.